O'zbekda ham, Qirg'izda ham, O'risda ham hayo bor. Rossiyada bilsangiz, Volga degan daryo bor. Bu Volga deganlari hamma daryodan katta. Tep-tiniq suvlarida baliqlar ko'p albatta. Rus xalqining odati sira bekor qolmaydi. Damalish kunlari ham faqat baliq ovlaydi. Baliq ovlagan odam yuragida qolmas g'am. Tinmay baliq ovlarkan, Rus yigiti Ivan ham. Chuvalchangni yangilab, rosa qarmoq tashlabdi. Og'ir po'chak qimillab qarmoq torta boshlabdi. Suyunganicha Ivan niyatni qilib katta, shoshilganicha suvdan qarmoqni tortish shartda. Qarasaki qarmoqda oltin baliq turibdi. Yalinib u o'zini har tomonga uribdi. Men oltin baliqman. Gapim eshit bir nafas. Nima desang qilaman, tilagingni aytsang bas. İnsanlarning g'ami ko'p, buni yaxshi bilaman. Xohlasang 20 qop dollar sovg'a qilaman. Balki senga mashina yoki oshona kerakdir. Go'zallikda yagona bir jonona kerakdir. Tilagingni ayt Ivan, bajaraman barisin. Xohlasang yuboraman, yoningga suv parisin. Ivan nima deyishni bilmay qoldi shu vaqtda. Oltin baliq tutdi u. Bu ham bo'lsa bir baxtda. Rus yigiti o'zini qo'lga olib bir pasta yagona tilagini baliqqa aytdi asta. Birgina tilagim bor. Shuni bajarsang bo'ldi. Rossiya o'lkasiga o'zbeklar rasat oldi. Tetinglar desang ular hech quloq solmayapti. O'zbeklarning dastidan bizga ish qolmayapti. Shunday qilki o'zbeklar ketsinlar o'z yurtiga, borib qarashsin bug'doy, paxta ipak qurtiga. Oltin baliq Ivanning gapiga quloq soldi. Dumini likillatib, uzoq o'ylanib qoldi. Ivanjon, tilaging qalbimni qildi xira. O'zbeklarni haydashni iloji yo'qdir sira. Chunki qancha suvda suzib, yugurganman, yelganman. Rossiyaga o'zim ham Sirdaryodan kelganman.